Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun 22 may 2026-yil kunida bizlarga Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Soyliq qishlog'imizda bir chiroyli, manfaatli, foydali bir yomg'irlardan biri bo'lyapti deb o'ylaymiz. Azizlar, mana shu yomg'irlarimiz barcha dehqonchilik ekinlarimizga foydali va manfaatli bo'lsin deymiz. Mana azizlar, mana shu yomg'irlarimiz bir tezlashib, bir sekinlashib, mana shu yerlarga shimilib bir foydali tartibda yog'yapti. Azizlar, mana shu barcha ekinlarimiz hosillari mo'l hosil bo'lsin deymiz, duoda bo'lamiz. Nimaki yaxshi niyat qilgan bo'lsak, niyatlarimizga yetishishga Allohim o'zi madadkor bo'lsin deymiz. Doimo barchalarni niyatinglar amalga oshishiga tilakdoshmiz. Doimo sog' salomat yuringlar. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.